Bundan arzoni yo'q. Sababini tushuntiraman. 2 xonali bezremont holatdagi uylar mana shu atrofda 65 mingdan 70 ming, 73 ming atrofida sotilayotgan bir vaqtda mebel, texnika, hamma narsalari bilan, yana ham remontdan keyingi holatida 74 ming dollarga. Qaranglar, spalniy xonamizni ko'ryapsizlar, o'rtoqlar. Spalniy kravatdan keyin devorgacha 1 metrda oshiqroq joy bor. Sababi spalniy xonamiz ham kattagina zerkalniy xonalar deyiladi. Zalimiz bilan spalniy xonamizning razmeri bir xil. Bu zalimizning ko'rinishi, ko'ryapsizlar, bu yerda ham hamma sharoit bor. Bu yerda bolajonlar uchun yana bitta xonacha qo'yilgan, bir kishilik kravatlargacha qo'yilgan. Bu kuxnyaning ko'rinishi, ko'rishingiz mumkin. Kuxnyada ham hamma sharoit qo'yilgan. Mana oynaning o'zidan polni past ko'rinib turadi. Podyezddan kiraverish qismi, kirishingizdan yo'lakchi, bu vannasi, hojatxonasi. Hurmatli kuzatuvchilar, uyimizda Chilonzor 7-kvartalda joylashgan Oqtepa krugida Hamza metroga ketaverishinglardagi o'ng tomondagi mana shu domning 3-qavatida joylashgan. Hurmatli kuzatuvchilar, uyimizning narxini ham aytdim, joyini ham hammasini aytdim. Faqatgina qo'ng'iroq qilib baraka qilishinglar qoldi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.